Sharqi Turkistonda lagerlarga qamalgan millionlagan kishilar duch kelayotgan fojialarning biri ularning oila so'roqchiligi hamda ularning ota-ona mehridan mahrum bo'layotgan sabiy farzandlaridir. Yaqindan buyon ma'lum bo'layotgan bir qism unsin hujjatlarida bu xildagi Uyg'ur sabiylarining yasli nomidagi bir qism o'rinlarga zo'r sonda yig'ilinganligi ma'lum bo'lgan edi. Aqsu axborot to'rining xabarida aytilishicha, Aqsu shahri yaqinda shahar ichida yangidan 26 yasli salmoqchi bo'lgan. Xabarda aytilishicha, bu yaslilar bu yil sentabrda tamomlanib, 10 mingga yaqin balani qabul qildi ekan. Bundan burun Xitoyning 500 ming Uyg'ur balani turli shakllardagi lagerlarda tutayotganligi xabar qilingan edi. Xabarda garchi bu yaslilarning qurilishi yasli qis bo'lish masalasiga bog'langan bo'lsa-mu, muhojiratga ko'p qism kishilar buning ota-onasi lagerlarga qamalgan Uyg'ur sabiylarini bir yerga to'plash hamda ularni kichikidan xitoylashtirish uchun xizmat qilishi mumkinligini ilgari surmoqda. Sharqi Turkistonda yana bir Uyg'ur kadr Xitoy intizom tekshirish va reviziya doiralarining tekshirishi ostiga aylangan. Xitoydagi xalq to'rining 20-may xabar qilishicha, Aqsu viloyatlik intizom tekshirish va reviziya komiteti Aqsu viloyatlik savdo sanoat birlashmasining muavin boshlig'i Farhod Namanni tekshirishni qaror qilgan. Bu Xitoy doiralarining 2017-yili boshlangan cho'ng tutqundan beri tekshirishga ilingan yoki tutqun qilingan yana bir noya darajalik Uyg'ur kadridir. Xabarda uning intizomga va qonunga og'ir darajada xiloflik qilganligi sababli tekshirish ostiga ilinganligi ta'kidlangan. Lekin uning intizom va qonunga konkret qanday xiloflik qilganligi, navbatda uning qanday tekshirilayotganligi haqida hech qanday uchur berilmagan. Qonun yoki siyosiy intizomga xiloflik qilish Xitoy doiralarining Uyg'ur kadrlarini jazolashda doim ishlatadigan iborasi. Amerika Xitoyning Wuhan koronavirusi yuqumi bilan ayblagandan keyingi jiddiy vaziyatning kuchayishi to'g'risida to'xtalgan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi, Amerikadagi bir qism kuchlar ikki davlatning yangi so'g'uq munosabatlar urushiga tirishayotdi dedi va ikki davlatning buningga tinch hal qilish chorasi tepishi kerakligini aytdi. Yana bir tarafdan Wang Yi Amerikaning Hong Kongda yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan davlat bexatarlik qonuniga norozilik bildirganligiga qarata chet el kuchlarining aralashishini qabul qilg'il bo'lmaydi dedi. Wang Yi yana Amerikaning Missouri va Mississippi shtatlarining Beijingning Wuhan virusi yuqumi tadbirlarini tekshirish uchun sungan da'volarga inkos qaytardi va uning qonuniy asosi yo'qligini aytdi. ئىسرائىلىيەباش مىنىستىرى نىتانىياخۇ چىرىكلىك، پارىخورلۇق ۋە ھوقۇقنى قالايمىقان ئىشلىتىش جىنايىتى بىلەن تۇنجى قېتىم سوتلاندى. نىتانىياخۇ ئەيىبلەشنى رەت قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئىسرائىلىيە تارىخىدا ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان مەزگىلدە سوتلانغان تۇنجى باش مىنىستىر بولۇپ قالدى. ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى نىتانىياخۇ ھەققىدىكى چىرىكلىك جىنايىتى بىلەن سۇنۇلغان دەۋانىڭ تۇنجى سوتى تۈنۈگۈن ئۆتكۈزۈلدى. 70 ياشلىق نىتانىياخۇ ئادۋوكاتلىرى بىلەن بىللە سوتقا قاتناشتى. تەخمىنەن 1 سائەت داۋاملاشقان ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىدىن كېيىن بۇ دېلو كېچىكتۈرۈلدى. Facebook şirketining qurg'uvchisi va bosh ijroiya amaldori Mark Zuckerbergning aytishicha, shirkat xizmatchilarining yarmi kelgusi 10 yilda uyda ishlashni umid qiladi ekan. Facebookning qurg'uvchisi Mark Zuckerberg Xitoy koronavirusining tarqalishi xizmat amaliyatiga uzun muddatli ta'sir ko'rsatadi deb qaraydiganligini bildirdi. Zuckerberg bayonot e'lon qilib, xizmatchilarining yarmining shundoq bo'ladiganligini aytdi, hamda bu rasmiy son emas, balki mo'ljal ekanligini ta'kidladi. Zuckerberg Facebook xizmatchilarining orasidagi tekshirishga qaraganda har 5 xizmatchidan birining uyda mangulik ishlash odatini to'liq qo'llaganligini, 20% xizmatchining uyda ishlashga qiziqadiganligini aytdi. Yana 40% xizmatchining xizmatining xarakteri sababli buning amaliy bo'lmaydiganligini bildirganligini o'ttir qo'ydi.